Bilaman, hozir siz bu videoni ko'ryapsiz. Balkim qo'lingizda telefon, atrofingizda dunyoning to'xtovsiz shovqini yoki yolg'iz uyingizda yana shu ko'na odatingiz bo'yicha ekronni maqsadsiz seryapsiz. Lekin 1 minut to'xtab o'ylab beqing, siz rostli baxtli. Men sizning nima yeb, nima ichganingizni yoki kiygan markali kiyimlaringizni, o'tdagan shu dangli qahvaxonalarini so'ramayapman. Men sizning ichki dunyoingizni so'rayapman. Kechsi yostiqqa beshingizni qo'yganda, telefonning nuri o'chganda, qorong'ulikda yong'uz qolganda, ichingizdagi yeliq bo'shliqni his qilamsiz. Bir xil tushundirgili bo'lmaydigan zerikish, bir xil bearamchilik, ko'ngil yerimliq sizni qiynayotamdi. 1 minut to'xtab shu ko'zimga qarang. Bana samimiy holda javob bering do'stim. Siz o'zingizni seg'inmadingizmi? Yeliq ko'ngli pok, ko'zlari nurliq, sajdaga borganda yuragi jig'-jig' titraydigan, Allah desa ruhi o'rkashlaydigan burunqi shu o'zingizni seg'inmadingizmi? Biz nim bo'lib ketdik. Qachonlardan boshlab yuragimiz mushunda ketib ketdi. Biz har kuni mingimizga necha yuzlagan qisqa videolarni zo'lab tiqimiz. Ma'nisiz, tetiqsiz kulki chaqchaqlarni anglab mecburi külümüz. Ama keç yastıqı baş koyganda, telefonun nuru o'chgan shu qorong'ulikda ichimizdagi yeliq ajoyib shu bo'shliq ichimizni yeydi. Sizning qalbingizda bir cho'g'batdi, iymon cho'g'i. Ammo biz uning ustiga gunohning, g'aflatning, dunyoning kunlarini shuncha ko'p to'lib oldikki, u cho'g' endi ko'rinmas bo'lib ketdi. Siz balki o'zingizni men endi o'zgaranmayman, men tugashdim deb o'ylayotgansiz. Ammo yo'q, u cho'g' texi o'chmadi. U faqat kul ostida qolib qoldi. Allah sizni unutib qolgani yo'q do'stim. Shunga sizni mushu ma'nisiz hayotdan qutuldirish uchun u sizga bir fursat avatdi. Uning ismi Ramazon. رمضان هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. Bu Ramazonning qalbingizni qandoq o'zgartiradiganligini tushunish uchun sizga sahobalar davridan bir haqiqatni so'zlab beraman. Buni odatlikchilik bir qissa deb anglamang. İnşallah bu sizning kelajagingizga aylanadi. Sahobalarning orasida nihoyatda yaqin ikki do'st botdi. Bular Rasulullohning oldiga kelib, birlikda tang musulmon bo'ladi. Bularning biri intayin botur, g'azotlarda qahramonlarcha jang qilib, eng yuqori martaba bo'lgan shahidlikka erishadi. Yana bir do'sti bo'lsa, uningdan keyin yana 1 yil yashab, ondan o'z ajli bilan ko'psi ustida o'ladi. Kunlarning birida Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu bir tush ko'rdi. Tushida yiliqi ikki do'st jannatning darvozasi oldida jannatga kirishni saqlab turgan. Ondan jannatning darvozi ochildi-da, yiliqi odatdagidek uyda o'lgan do'sti shahid do'stidan burun jannatga kirib ketdi. Uning orqasidan shahid bo'lgan do'sti kirdi. Talha radhiyallohu anhu bu tushdan hayron bo'ldi va aytsa boshqalarga so'zlab berdi. Bu tush tezla Madinaga tarqaldi. Hamma odam hayron qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu tushni anglagandan keyin buningga nimishqa hayron qoldinglar deb so'raydi. Sahobalar, ey Allohning elchisi, buning qandoq hayron bo'lmaymiz? Biri Alloh yo'lida shahid bo'lsa, yana biri ko'psida vafot bo'lsa, qandoqlarcha uyda o'lgan odam shahiddan burun jannat kiradi deyishdi. Rasululloh nimishqa hayron qolasizlar? U do'stidan keyin yana 1 yil yashamadimi deb so'raydi. Sahobalar, ey Allohning rasuli, yashadi deyishdi. Rasululloh so'zni davomlashtirib, u yana bir Ramazonni ko'rib, uning ro'zasini tutmadimi? 1 yil namoz o'qimadimi deb so'raydi. Sahobalar yana shundoq ey Allohning elchisi deyishdi. Rasululloh sahobalarning hayronligini ko'rib, hamma yoshning qalbini titrtadigan, bizning bugungi g'aflatimizga malham bo'ladigan shu so'zni aytdi. Mana shu sabablik u ikkisining orliqi osmon bilan zaminning orliqidan yiroq bo'lib ketdi. Angladingizmi do'stim? Birla Ramazon, bir qitimliq samimiy tutilgan Ramazon sizni shahidlarning oldiga o'tkazib qo'ya oladigan bir kuchga ega. Chunki Ramazon u odatga bir vaqt emas. U Allohning rahmat darvozalari ochilib, gunohkor qullarini quchoqlaydigan, ruhlar qayta tug'iladigan bir mo'jiza. Siz shahidlik davosini qilib yurib, ammo mushuningda katta fursatga bexastalik qilib, ko'ngil bilmay o'tkazibsangiz, sizga shahidlik martabasi nisb bo'lishi tayin. Siz hozir tirik. Sizning qo'lingizda shu fursat bor. Bu sizning qo'lingizdagi oltin biletingiz. Uni hargiz yirtib tashlab etmang. Undaqda biz qayerda xatolashyapmiz? Her yıl Ramazan keladi. Biz dastlabda faqat shu 3 kunlik o'tda qiziymiz. Masjidlar liq to'ladi, ko'ngillar shundoq umid var.
Ammo bir haftadan keyinchi, 10 kundan keyinchi saplar bo'shaydi, Qur'onlar yepiladi. Biz yana shu burunqi ma'nisiz odatimizga, yana shu telefonimizga, kona hayotimizga qaytamiz. Nimishqa? Buni tushunish uchun sizga ikki real misol keltiray. Bu sizning Ramazonga bo'lgan qarashingizni tubdan o'zgartirib yetadi. Birinchisi, aqlliq savdogar misoli. Ramazon bir mavsum, fursat. Tasavvur qiling, bir kiyim-kechak savdogari uchun yet harpsi yoki bayram mezgili eng cho'ng savdo fursati. Aqlli savdogar shu mavsum kelishdan bir kun burun tayyorlik qiladi. Yo'q, u 6 oy burun mol zakos qiladi. Dukunini ratlaydi, kuchini yig'idi. Chunki u biladi-ki, shu bir oyda topadigan pulni balkim boshqa vaqtlarda bir yilda topolmaslik mumkin. Undaqda biz Ramazonga hech qanday tayyorliksiz, xuddi bir kutilmagan mehmon kirib kelgandek tuyuqsiz kirib qolasiz. Ruhimiz mashqsiz, qalbimiz dunyo bilan to'lgan. Shunga biz bu ulug' mavsumdan quruq qo'l chiqib ketib boramiz. Ikkinchisi, mahir futbolchi misoli. Buni layoqat deymiz. Bir futbolchining top tepish mahorati bo'lishi mumkin. Ya'ni u topni qaltis kontrol qilishi mumkin. Ammo uning badan quvvati yoki chidamchanligi bo'lmasa, nim bo'ladi? U maydonga tushib 10 minutdan keyin hasrab yiqiladi. Bizning ahvolimizmi dal shundoq. Bizning mahoratimiz bor, qandoq ro'z tutishni, qandoq namoz o'qishni yaxshi bilamiz. Lekin bizning ruhiy layoqatimiz yo'q. Biz yil bo'yi Qur'on o'qib mashq qilmadik, nafsimizni tizginlab boqmadik, kechalarni Alloh bilan o'tkazishga odatlanmadik. Shunga Ramazon kirishiga xuddi mashq qilmagan futbolchidek 3 kundan keyin ruhiy harg'inlikka tushib qolamizda yerga yiqilamiz. Shunga do'stim, bugundan boshlab Ramazongacha bo'lgan bu vaqt bizning mashq lagerimiz bo'ladi. Biz hozir mashq qilmasak, haliqa hal qilg'ish musobaqada yana o'tirib qo'yamiz. Yana bir yilni zoyi qilib yetamiz. Ba'zida o'z-o'zingizdan so'raydigansiz, meningmi yaxshi odam bo'lg'imba, menmi Qur'on o'qisam deyman, menmi yosh to'kib sajdalarda yig'lab duo qilsam deyman, lekin nimish qudur qilolmayman. Qo'lim bormaydi, putim tatmaydi, ichimda bir xil energiya yo'q. Bilamsiz do'stim, bu faqat g'ururlik emas, bu bir jazo. Islom tarixidagi mashhur tabiinlardan ham katta zoid ma'naviyat ustozi olim bo'lgan Fuzayl ibn Iyoz aytganki, agar kechasi namozda turishga va kunduzi ro'z tutishga qodir bo'lanmasang, bilib olginki, sen mahrum qoldirilgan va kishanlangan odamsan. Sening gunohlaring kishillab qo'ydi. Tasavvur qiling, siz yugurmoqchi, ammo putingizda 100 kilogramlik to'mir kishan bor. Qanday yugursiz? Bizning ko'zimiz bilan qilgan gunohlarimiz, telefondagi shu harom ko'rinishlar, quloqimiz bilan anglagan g'ayvatlar, qalbimizga kibr va dunyoga bo'lgan oshiqlik, hasadlar, bularning hammasi birer zanjir bo'lib bizni ching bog'lab oldi. Shun Qur'onni qo'lingizga ololmaysiz. Shunga namoz sizga og'ir keladi. Shunga Allohning zikri sizga zerikishlik tuyuladi. Biz gunohlar bilan o'zimizni turmaga o'zimiz soladik. Bu kishanlarni chiqishning birdan bir yo'li tavba. Tavba degan faqat meni kechir deb qo'yishlar emas. Tavba u qaytish. Xuddi qorong'u bir o'nkirdan yorug'likka qaytgandek. Qulluqdan ozodlikka qaytish. Hozir dal mushu minutda ekranga qarab turib niyat qiling. Ey Rabbim, men bu kishanlardan zerikdim. Men bu ruhiy turmadan chiqmoqchi. Meni bu og'ir yukdan ozod qilgin. Men qaytdim, meni qabul qilgin. Amin. Bu tavba sizning ruhiy tozalanishingiz. Ramazonga kirishdan burun yukingizni tashlab eting. Yeniklab eling. Put qo'lingizdagi shu zanjir kishanlarni parchaqlab tashlang. Ondan jihad maydoniga kiring. Bo'ldi, biz endi hissiyatni bir chetga qayirib qo'yib, amaliyotga o'taylik. Ramazongacha va Ramazon mezgilida biz zodi nima ish qilamiz? Bizga 3 cho'ng qo'ral kerak. Birinchisi, Alloh qili islam. Hammadan burun shuni bilishingiz kerak. Siz faqat o'z kuchingiz bilan, o'z irodangiz orqaliqla yaxshi odam bo'la olmaysiz. Siz o'z kuchingiz bilan ro'z tutolmaysiz, ibodat qila olmaysiz. Faqat va faqat Alloh yordam bersin qila olasiz. Bizning eng cho'ng xatoligimiz men o'z irodam bilan o'zgirman deb o'ylaganligimizda. Yo'q, biz ojizmiz. Shunga birinchi qo'ralimiz la havla va la quvvata illa billah. Allohdan boshqa hech qanday kuch qudrat yo'q. Bu so'zni har kuni ming qaytam ayting. Ey Rabbim, sen kuch bermasang men bir qadamni oldiga bosolmayman. Sen yetaklamasang men to'g'ri yo'lni topolmayman. Sen qabul qilmasang mening qilgan ozg'ina amalimning hech qanday qimmati yo'q deb yolvoring. Buni chin yuragingiz bilan ayting. Allohning oldida ojizligingizni bo'yningizga olsangiz,
Allah sizni kuchli qiladi. Ikkinchisi tark etish. Sizning ruhingizni o'ltirayotgan eng cho'ng qotil shu qo'lingizdagi yanili ekran. Ramazonda bo'libmi iftordan tarovihgacha bo'lgan shu oraliqda telefonni o'chirib eting. Yoki butunlay telefon ro'zisi tuting. Qarang, sizni Allohdan yiroqlashtirayotgan, qalbingizni qurtda yeyotgan narsa shu ekran. Do'stlaringizni tanlang. Sizni Allohdan yiroqlashtiradigan, faqat dunyo, moda, o'yin paranglashadigan do'stlardan bu bir oyda yiroq turing. Sizga ruhiy oziq beradigan, siz ko'rganda Allohni esga soladigan sizga bir yaxshi muhit kerak. Qalbingiz shavqundan qutulsa, ondan Allohning sadosini anglay olasiz. Ruhingizni telefonning sun'iy nuri bilan emas, balki Qur'onning haqiqiy nuri bilan oziqlantiring. Uchinchi, kichik ammo davomli qilib turadigan amal. Cho'ng qilib bo'lg'isiz va'dalarni bermang. O'zingizga faqat 3 talla kichik vazifa bering. Birinchisi Qur'on bilan sirdishish. Ko'p o'qish shart emas. Kuniga bir bet bo'lsa-mu Qur'onning tarjimasini o'qib chiqing. Ammo o'qib tugutish uchun emas, Allohning sizga nima deyotganligini tushunish uchun o'qing. Tarjimasini tafakkur qiling. Xuddi Alloh sizga maxsus xat yozgandek o'qing. Ikkinchisi tahajjud. So'r vaqtida hamma odam tomoq yeyishga tayyorlik qilayotganda, siz 2 rakat namoz o'qib Alloh bilan yolg'iz qiling. İçingizdagi dardingizni Allohga to'king. Shu vaqtdagi jimjitlik sizni yil bo'yi yetadigan kuch bilan ta'minlaydi. Uchinchisi maxfiy sadiqa. Har kuni sadiqa qiling. Bir eg'iz go'zal so'z, bir piyola suv yoki bir muhtojga yordam qiling. Hech kim bilmasin, faqat Alloh bilan sizning orangizdagi bir sir bo'lib qolsin. Gapning qisqasi do'stim, bu Ramazon sizning hayotingizdagi yana bir yillik odat, yana bir qitimliq tomoqdan o'zini tatishli bo'lib qolmasligi kerak. Bu sizning qayta tug'ilishingiz bo'lsin. Biz bugun bir kelishim tuzaylik. Bu Ramazonda biz oddiy musulmon darajasidan muhsin darajasiga o'tamiz. Ya'ni Allohni ko'rib turgandek, Allohning ko'z oldida turayotgandek yashaymiz. Men sizga 3 oltin duoni o'rgatay. Buni yezib eling, telefoningizning ekraniga chiqarib eling, ko'zingiz ko'rib turadigan yerga choplab eling. Buni sajdada har kuni ko'z yoshingiz bilan o'qing. Birinchisi, Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ey Alloh, seni eslashga, sana shukr qilishga va sen rozi bo'ladigan go'zal shaklda ibodat qilishga menga kuch-quvvat bergin. Chunki Alloh yordam qilmasa, siz hech narsa qila olmaysiz. İkincisi, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ey Alloh, meni, ota-onamni va oilamni do'zaxdan, gunoh kishilaridan saqlagin, ozod qilgin. Bu duo sizning haqiqiy erkinlik orzuyingiz. Üçüncüsü, Allahumma inna nas'alukal firdevsel a'la. Ey Allah, men senden cennetinin en alisini, Firdevs cennetini sorayman. Hergiz az sormang. Sizning Rabbiniz cheksiz boy va karamlik zotdir. Vaqt o'tyotidi. Chik. Ömür soatingiz to'xtamasdan chiqildayotidir. Ramazon ishik oldida kelyotidi. Balkim bu sizning qo'lingizdagi eng oxirgi fursatingiz bo'lib kelishi mumkin. Kim biladi, kelar yili kimlar bor, kimlar yo'q. Ruhingizni uyg'oting. Telefoningizni qo'ying. Tahorat iling va Rabbingizga, ey Rabbim, men keldim. Men ojiz, men gunohkor, ammo sening rahmating keng. Meni qabul qilgin, meni o'zgartgin deb Rabbingizga hozirdan boshlab qayting. Allah bu Ramazonni siz ve men için hayatımızdaki en güzel, kalbimizdeki çoğunu qaytadan yolqunjitadigan en nurluq ay qilsin. Ramazon iyingizga muborak bo'lsin. Menga duo qilishni unutmang. Ramazonni texmi yaxshi o'tkazish uchun inshaalloh har kuni siz bilan men yana mushu kanalda uchrashiman. Kanalga a'zo bo'lishni ham unutmang. Salomat bo'ling. Allohga omonat.